Yo-mayo mer, tezroq qimirgan qayoqda bekining. Halimasi soat Samarqand. Qachongacha o'zi kechga yaqin bo'ladi o'sha. Sen menga gapirmasdan o'zing tezroq bunker qur. Hozir quraman, xo'p. Bo'lmasa hammaga assalomu alaykum bolalar. Men o'sha Felix. Xullas bolalar bizning qishloqqa atomli bomba tushar ekan. O'shaning ham bolalar har xil eliksir va bu kislotalar bilan qishloq zararlanishi mumkin va polniy qishloq portlab ketishi ham mumkin bolalar. Ну, to'g'risini aytadigan bo'lsak, hammasi birdaniga kombo bo'ladi. O'shaning uchun ham bolalar, men men kreativ berib bunker qurdilar. Xo'p, bo'lmasa bizlarda kreativ bor va men bunker qurishim kerak bolalar. Bunker qurish bo'yicha 5-6 yillik tajribasi bor odam sifatida men ayta olamanki, bolalar, bizlarning bunker aha. Da bolalar. Xo'p, bo'lmasam to'g'rilab qo'yishga uzr asrab bolalar, fizически to'g'rilab oldim hammasini. Bo'lmasa hozir botdan tesha ochiladi, menga kerak desanglar bu pastga qazish uchun kerak. Katta juda ham bu. Nima qilaman unaqa kattalikdan? Necha bolalar bo'lib bizga yarashtirib qo'yadi, sho'palab qoladi. O'rtasidan mo'ljallab turib. Endi uzunligini kattaroq qilamiz-da. Go, yana bitta. Mana yig'ishtirib olamiz. Iloji boricha chuqur bo'lishi kerak. Okay, bolalar. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar bolalar, chunki agar tezroq 3000 ta bo'lsak, bolalar yuzimni ko'rsataman. O'shaning uchun ham hozir kanalga obuna bo'linglar. Balki 1K bo'lgandan keyin ko'rsataman bolalar, nima deysizlar? Balki 1K yoki 2K. O'shaning uchun ham hozir obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Xo'p, bo'lmasa, menimcha normalligini chuqurlik bo'ldi. Da, endi bizga blender kerak. Qanaqangi blender deb olsan, aqling joyidan deyishim mumkin. Lekin bitta uskuna bor. Men buni dehqonchasiga blender deyman. Shunaqa qilib xonalar ochib olamiz, bolalar. Okay. Okay, bolalar. Hammasi chotki, xudo xolasa, ana endi hamma yog'ini temirdan qilib chiqish kerak, chunki men internetda o'qidim. Kislota shunaqa narsalarni temir bemalol to'sib qolar ekan. Chem qolgan bloklarga qaraganda. Hop, okay. Hop, bunaqasiga qilamiz. Bunaqasiga qilamiz. Okay, let's go bolalar. Endi bilasizlar-ku, meni Felix quruvchi deyshadi. Takoy вообще qurtashim bolalar. Yorvorman deydi. Bunaqasiga tepaga. Yaxshi hamki bolalar, shu mod bor. Agar bu mod bo'lgan bilmadim bolalar. Necha yil umrim ketardi buni qurishga? Balki yillar ketishi mumkin. To'g'rimi bolalar? 100%. Mayli, nima kerak bolalar bu? Hammasi chotki, chotki. Aytgan bo'lib qurish kerak ekanda. O'z holiga qaytar. Okay, bolalar, hammasi chotki. Bunaqasiga qo'yib turib. Bo'ldi bolalar. Вообще kirish, вообще chotki bo'ldi. Ya'ni endi pastlarni qilib chiqish kerak. Botlarga ham blok qo'yamiz. Nega past kerak bilmadim-ku. Kerak qolar bolalar. Har ehtimolga qarshi qilib qo'yish ziyon emas. Hop, ana endi yana shunday qilib turib. Nima bo'lmadi? Yo-mayo, nega bo'lmayapti? O'z qildimmi bolalar? Yo-mayo bolalar, bu kenglik qilmaydi. Ming bor uzr bolalar, bir paqir qonimdan kechinglar. Okay. Chotki. Bunaqasiga qilsa ham bo'ladi bolalar, fizik yo'lga qaraganda, to'g'rimi? Bekor qildim bolalar shuni. Yo-mayo. Ne bo'lmayapti? Unda kutamiz ozgina.
Bu mani короче bolalar. Xo'p, bizana bunker manimcha tayyor hamma narsaga. Albatta bolalar kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Ana endi, unaqa shart emas, rasmiyatchilik to'g'rimi bolalar yoki kerak emas? Masalan, menga unaqa yoqmaydi. Rasmiyatchilik. Yo'q, bombani kerak, bombani yo'qot. Bombani yo'qot. Okay, tepaga qildik. Bo'tga ham bitta qo'yarsak. Ana. Okay, let's go. Cho'tki bolalar ko'rasizlar, texnologiya deydi-yu. Texnologiya. Bo'ldi. Hammasi cho'tki men o'ylaganimdek, xudo xolasa hammasi cho'tki tortdi. Bo'ldi. Tepa afsal bo'lmadi-yu, shuncha qilganim bolalar. Necha bolalar. Bizga ruslar, endi bizga fonarlar kerak ko'proq. Uni aytishga mumkin, zo'r bunker bo'lgani yo'q deb. Necha bola boriga shukr, yo'qiga sabr endi. Endi bizga unaqa katta budjet ajratilmagan davlat tomonidan nima ham qilardik boshqa. Davay bola bunaqa joyda bu yerda kim qo'ygan bormi degan savol bor bolalar. Bormi? Bor ekan-ey bolalar. Men shuncha yildan beri Minecraft o'ynab turib, 1.12 2 versiyada borligini bilmasdim. Nahotki qanaqangi Minecrafter bo'ldim bolalar. Shunaqa ekan hayot. Bu hayot deb qo'shat bering bolalar. Okay. Bularni olamiz, men bularni olamiz bolalar. Bizga kerak bo'ladi hammasi. Kiyimlar, chunki bu radiatsiyadan himoyalanish uchun kerak bo'ladigan kiyimlar. Va nima bo'ldi? Yana o'qib ketdi bolalar. Bu hayotda menga ham bor bolalar hali. Bu kerak bo'ladi. Mana jetpack ham qo'shib olamiz va eshiklar. Eshik kerak обязательный. 4 ta va bitta bunkerski eshik bo'lsa demoqchi edim. Lekin yo'qda bolalar. To'g'rimi? Eshik bo'lani qo'shish kerak edi. Nimaga qo'shmadim men? O'zim hayronman bolalar. Endi o'zimni butun umr yeb yotaman, nimaga qo'shmadim deb. Bunaqa. Cho'tkim bola, cho'tki. Qorgatalarniki endi bularni kiyintirish kerak. Lekin hozir emas, to'g'rimi bola? Birinchi o'zim kiyib olaydi. Okay, bola. Вообще такой radiatsiyaga вообще tayyorman bola 100% ehtimol bilan. Deb yo'q qo'yamiz va bizga endi sandiqlar kerak, ovqatlar kerak. 4 ta 1 stak non. Tuxum, mana bu nima? Tuxum. Non yana. Makka jo'xori, pomidor, piyoz, qulupnay, bodring, hamburger, cheeseburger. O'qiyamiz ularni shokoladlar kerak bo'lib, hot dog kerak bo'lib qoladi bolalar. Chirigan olma nima kerak bizga? Muzqaymoq issiqni zo'r ketadi. Bo'ldi bolalar. Bizani stop, sizga sandiq kerak. Sandiq. Okay. Endi ovqatlarni to'ldiramiz bola, ovqatlar bilan to'ldirish kerak. Bo'ldi bola. Endi butun boshli qishni o'tkazish uchun bizda oziq ovqat bor, to'g'rimi? Bor. Hop, bilan solamiz. Bu kerak emas, hazillashdim. Bilan solamiz. Ovqatni aytib ketdik, bitta pomidor. Davay ko'p. Endi bizga eshiklar kerak. Himoya qilish uchun. Okay. Mamla kerak emas ekan, necha. Shuncha qo'yganim bolalar. Va ichkari tarafga qo'yamiz endi. Вообще cho'tki bo'ldi. Bu yerda unda yotadigan joy qilamiz. Bolalar. Короче bolalar, bizning bunkerimiz tayyor. Ana bitta joy ochiq qolib ketdi. Sababi mana bu. Bolalar. Axir bizda mana bu narsa bor-ku.
Ha. Xuddi bola o'zimni kreativda yurgandek his qilyapman. Вообще cho'tka narsa ekan, lekin menga yoqdi. Yani olib qo'yish kerak bolalar. Короче, bizani bunkerimiz tayyor. Okey, yo-mayo. Qop qorong'i qoldi bola, necha? Вообще lekin zo'r narsa ekan bolalar. Hop, bizada mana yerda oziq-ovqat. Endi bunker tanishib o'tirib, mana yerda kiyimlar bolalar. Kiyib olamiz keyinchalik, lekin hozir emas. Yo-mayda, hozir bolalar. Hazillashdim. Okey, kiyib olamiz bola, davay. Axir radiatsiya kutib o'tirmaydi, to'g'rimi bolalar? To'g'ri bo'ldi. Gaz anaqasini ham kiyib oldik. Endi ham 2x вообще himoyada bo'lamiz. Va men bu davay bola kerak emas bu hozirchalik. Ana endi bola kutish qoldi xolos radiatsiya paydo bo'lishini. Biz esa bu yerda o'tiramiz ko'zimizni qisib. Nu bolalar hammaga omad. Короче, bolalar uzr, men kamerani yoqolmadim. Lekin bir nima boom etgandek bo'ldi. Va anotdan tomchini og'ziga otdi. Ya'ni tomchi emas, suv og'ziga otdi. Lekin bolalar men suv olmagandim. No aytishim mumkin, yaxshi emasmi deb. Lekin bu nima? Okey, bola, davay ko'ramiz. Bismillah. Nima mana bu? Yo-mayo. Nahotki bola bu radiatsiyani suvi bo'lsa. Mana bola yo-mayo bola. Yaxshimiki menda bola 2x kiyim va bitta gaz anaqasi ham bor. Juda ham foydali bolalar. Nima davay bu uchun bu emas. Buni yechib qo'yish kerak bolalar вообще. Mana buni kiyib olamiz bolalar. Cho'ta men bu foydaliga o'xshyapti. Bunaqa ob-havo uchun. Okey. Endi kiyib ol davay. Ya'ni bunaqa suv uchun mana shu ko'proq foydaliga o'xshyapti. Endi haqiqiy bolalar nima desam bo'ladi? Radiatsiyadan himoyalangan odamga o'xshadim. Endi yo'may ovqatlanib olish kerak bolalar. Короче, bolalar hammaga xayr, mana shu Flexon va keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Sog' salomat bo'linglar.